Bu qatorliq darsdan foydalanib biz Photoshopda intayin ko'p ishlatiladigan rasm qalami qurollar bilan tanishib chiqamiz va orqali nurg'un mo'l mazmunli rasmlarni chizg'ili, bo'yag'ili va shu shakllarni paydo qilib bo'ladi. Ham buning tez ijro qilish belgisi nima degan chog'da knopkasidagi B knopkasini bosgan chog'imizda avtomatik mush qurol almashidi va mousening o'ng knopkasini bosish orqali bunun seyrini ko'zga acha olayman. Qarsam bir qancha cho'zilib turibdi. Rasm qalami quroli, qarindosh quroli degandek. Bunun üstüne qarsak, bunun üstüde xaslı stone üstüde parametrim o'xshamaydi. İkincisi basgan chaqda bunun parametri o'zgarganini his qila olamiz. Men oldin bilan yana rasm qalami quroli kelib turay. Undan keyin yangi batdan birini qurdim. Qurib bo'lgandan keyin oldi rangni biz xohlagancha o'zgartsak bo'ladi. Bu nima degan chaqda biz bo'ymoqchi bo'lgan shaklning rangi degan gap. Masalan, men bu yerda ko'k rangni asos qildim. Jazmlashtirib bo'lgandan keyin oldi rang ko'k rang kirdi. Kirgandan keyin men xohlagancha bir shakl chizsam bo'ldi. Diqqat qilsak bo'ldi. Hozir yumaloq shakllik bir shakl paydo bo'ldi. Bu nima degan chaqda mush rasm qalamininki biz oldin belgilab bergan oldi. Ham bu orqali biz uning cho'ng kichikligini yoki shaklini taxminan belgilay olamiz. Orqali har xil chizsam bo'ladi. Undan boshqa men kontrol taxtasidagi bir nuqtani qurib bo'lib, kontrol taxtasidagi shift belgisini bosib turib, sol tarafiga bosgan chog'imda buningki bir tuz siziq holat shakllanganligini his qildim. Undan keyin men yangidan bir chekit urib, undan keyin yana davomli shift knopkasini bosib turib, ustiga satgan chog'imda buningki vertikal holatda tuz bir holatning shakllanganligini his qildim. Agar men masalanga yangidan bir chekit qo'yib, undan boshqa men bu yerga shiftni bosib turib, yana bir chekitni urgan chog'imda mush holat tuz holatga kelganligini. Masalan, men yana bir chekitni shift holatni bosib turib, yana bir holat qo'ydim. Oxirlashgan nuqtadan keyingi nuqtagacha tuz hosil bo'ldi. Men yana davomli shift belgisini bosib qolgan chog'imda bu uch burchakning bitganligini his qila olaman. Men vaqtdan chekinib turay, control, undan keyin alt va Z knopkasini bosgan chog'imda bular bo'lgan keyin chekinadi. Hamda men yo'qgan chog'da men yangi bir holat, masalan, alt knopkasini bosgan chog'da qanday o'zgarish bo'lganligini qarab qo'y. Knopkasidagi alt knopkasini bosgan chog'imda bu chambarning tuyuqsiz rang simirish qalamiga aylanganligini, rang simirgichga aylanganligini his qila olaman. Ham buning foydasi bor degan chog'da ba'zi ranglarni biz bayqasak bo'ldi. Masalan, rasm taxtasini paydo qilib, men bu yerga boshda ko'k rang chizmoq istadim, keyin tuyuqsizlar yechil rang almashmoqchi. Bu yapgandan keyin oldi rang yechil aylandi, men davom o'zgarsam bo'laverdi. Qizil rangga, ko'k rangga qolgan bir rang o'zgartib, har vaqt almashtira olaman. Undan boshqa shift, alt va mouse'ninki o'ng knopkasini bossam, ekranning o'zida rang taxtasidan birisi paydo bo'ldi. Men bu yerda doirasini belgilab, shu ranglarni belgilab bo'ldi. Bu intayin tez suratda rang o'zgarishining bir usuli hisoblanadi. Ama bularni ham o'chirib bo'lgandan keyin men bu qalamning faqat roli mana bir shakl chizishmi degan chog'da unda emas. Men buning o'ng tarafini chekkan, mousening o'ng tarafini chekkan chog'imda bir yangi ko'znak ichiladi. Yoki bo'lmasa parametrning ustida buningki holatida mush shakl o'xshash ichildi. Men o'ng tarafini chekib bo'lar akagandan keyin o'xshash qargan chog'da birinchisi cho'ng kichikligi. İkincisi buningki qattiq yumshoqligi deydi. Nima degan chog'da asli ko'rinishlari Photoshopning bizga oldin belgilab bergan modellari. Biz bulardan bevosita foydalansak bo'ldi. Masalan, men birinchi shaklni foydalanib turib qo'ydim. Aniqroq bo'lsin uchun men boshqa rangni tanlay, masalan, qizil rangni tanlab turib bu holatni qilay. Bir qadamcha chekindim, chekinib bo'lgandan keyin qarsam buningki bir xil gunga holati paydo bo'lganligini his qilaman. Endi buni davomli 10 tarafini chekib ikkinchisini qilib qo'yay. Buningki qattiq darajasi 100%. Amaliyotda buning cho'ng kichikligi birinchisi opma o'xshash, faqatla buningki qattiq darajasi o'xshamaydi. Men ham yana uni ostiga qanchaqda bu ikki shaklning butunlay o'xshamaganligini his qilaman. Buningdan keyingi shakllarni xalqani tanlasam bo'ldi. Masalan, men bu holatni tanlasam, buni odatda buning qattiqligini o'zgartirib bo'lmaydiganligini. Bunun üstüne kichik bir ko'znakning paydo bo'lganini ko'ra olaman. Bu nima degan chog'da odatda XP bo'lmasa, boshqa masalan Windows 7 yoki Windows 8 bo'lgan bo'lsa, bevosita ko'ra olasiz. Uni o'chirsangiz bo'ladi, ustiga qo'yib o'chirsangiz bo'ladi. Va yoki davomli ko'rsangiz bo'laveradi. Undan keyin men boshqa shakllarni kelib boqay. Boshqa shakllar bo'lgancha bu qalamning o'xshamaydiganligini his qila olaman. Masalan, uni ostiga bo'lgan chog'da yo'pirmoq holatni keldik. Buningda masalan cho'ng kichiklikni qolgan tangshalaysiz, bevosita qo'ysak bo'ladi. Har xil shakllarni oldin belgilab bo'lgan shakllar imtihon tez suratda siz olamiz degan.
Endi biz o'zimiz bu shakllarni qo'ya olamiz degan chaqda biz oldi bilan oson bir usulni qo'yamiz. Masalan, men mashina asos qilib turib, lekin buningki cho'ng kichiligi texnik cho'ng bo'lsin 5000 balki cho'ng bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Men 300 musholatni qo'yib turay. Undan keyin buning qattiq darajasi 300 deb buni bevosita konnektasidan besvatdim. Undan keyin buningki qattiq darajasini 50% deb qo'yib qo'ygan bo'lsam, buningki o'ng tarafga qarasangiz bir yangidan bat qurish kichik belgisining borligini qilasiz. Men yoki buning ustiga chambarni besish orqali yangidan qurishni belgisi bo'laverdi. Men bu holatni bosgandan keyin buning ismi chiqdi. Ismini qo'yamsiz deydi. Ismini o'zgartirdik. Meningki bu 300 da 50 bo'lsin. Endi buning ostidagi ma ko'znakni masalan o'chirayotgan bo'lsak, nima bo'ladigan chaqda buning cho'ng kichikligini xotirlayolmaydi. Faqatla bizningki shu qattiq yumshoqlikni belgilaydi. Men ikki sog'liqni saqlab qolish uchun men bevosita shu ko'znak talloq holatda buni jazmlashtirdim. Qarasangiz bu hozir mousni olgan chog'imizda 300, undan keyin 50 degan holat shakllandi. Men bevosita shu holatni bossam bo'ladi. Men quyoshga o'xshash bir shakl paydo bo'ldi degan gap. Men shu orqali yangi bir shakl sizsam bo'ldi, yo foydalansam bo'ldi degan gap. O'sha orqali o'zimizni belgilaymiz. Endi buningki mouse'ningki ustidan masalan chambar oldidagi holatni chekkan chog'imizda yangi bir shaklni borligini his qila olamiz. Masalan, bu nima degan chog'da buning ko'rinish holatini o'zgartirdik. Masalan, hozir kichik holatda turibdi, cho'ngroq holati, andan keyin masalan qator ko'rinishi yoki cho'ng qator bo'lib ko'rinishi deganlar orqali ismi va shaklini ko'ra olasiz. O'zingiz xohlagan holatda bo'ldi. Shu orqali belgilaymiz. Undan boshqa bu shakllar faqat bunchalik emas. Buning ostidagi siz qarasangiz bo'ldi, qolgan birsini chekkan chog'imizda yangi bir shakllarni qo'shib chiqarib oldi. Masalan, men bu yerda qolgan birsini mana holatdagi keyni qo'shamsiz yoki ustiga yutamsiz deyman. Men keyni qo'shay. Qo'shgan chog'imda qarasangiz bo'ldi. Boyqi biz deganning keyniga hozir bir qancha tillarning paydo bo'lganligini his qilamiz. Masalan, men qolgan bir shaklni sizda cho'ng kichikligini tanishib turib, bu yerga qo'ysam bo'laverdi degan gap. Cho'ng kichikligini davomli tanishib yo'g'onsak bo'ldi. Bu holatningki yangi bir shaklning paydo bo'lganligini his qila olasiz. Masalan, men bu holatni tanlab qilsam, hozir chekim holatlarda yangi bir shaklning paydo bo'lganligini his qila olasiz. Internet qo'llanishchan bo'ladi. Siz davomli mushlar orqali o'zingizga mos keladigan ba'zi shakllarni qo'shsangiz yoki olsangiz bo'ldi. Masalan, siz buni yangi holat ekilish uchun qanday qilasiz degan chaqda buni qaytlash orqali butunlay ustiga yutamsan deydi. Jazmlashtirayotgandan keyin men xotirlab olamsan deb bo'ldi dedim. Shundan keyin bu yangi holat keldi degan gap. Undan boshqa siz ba'zi shakllarni, buni oldin belgilab qo'ygan shakllarni, biz to'rdan tushirib olgan shakllarni buni qachirsak bo'ldi. Buning uchun biz bundan rasm qalami shaklini qachirlash degan bu turni bosgan chog'imizda kengaytirilgan nomi ABR bo'lgan shu hujjatlar bo'lsa to'rdan tushirib olsangiz bo'ldi. Qolgan birini tushirib olib, masalan, men bu yerda bu holatni qachirlay, undan keyin qachirlayman dedim. Keyin diqqat qilsangiz bo'ldi, yangi bir shakl paydo bo'ldi degan gap. Masalan, bu hammasi muhit asrash belgilarining shakli ekan. Masalan, men qo'ygandan keyin bu yerda buningki yeshil bo'lsin, shaklini yeshilroq holatni tanlab turib qo'ygan chog'imda bu holatning shakllanganligini foydalanamiz. Bu hammasi to'rdan tushgan shakllar. Bu shakllar qanday paydo bo'ldi degan chog'da o'zimiz qila olamiz degan chog'da qila olamiz. Biz har xil shakllarni o'zimiz siz bo'lgandan keyin xotirlab olsak bo'ldi. Masalan, men buni tushuntirish uchun bu yerda allaqachon belgilab qo'ygan bir shakl bor. Bu yerda birisi qarasangiz bir ko't, bir qarasangiz payning rasmi turibdi. Bu nima degan chog'da ayrim e'lon olgan holda, masalan, bu holat butunlay rasm. Bir kütdan shakl turibdi. O'zingiz siz olsangiz bo'ldi. Qolgan bir shaklni o'zgartirsangiz bo'ldi. O'zingiz yaxshi ko'rgan ekib olgandan keyin, masalan, keyingi holatda siz o'zingizning musholatni ko'p qatam ishlatsiz. Unda men bu ishni rasm qalami bo'yicha ishlatsam bo'lamdi degan chog'da bo'ladi. Men bu rasmni doir tanlab olay. Bu rasmni tanlab turib, kontrolni bosib turib, bu rasmni tasqinchig'imizda bu doirlab ramkalab oldim. Ramkalab bo'lgandan keyin men bu shu tahrirning ichidan qarasangiz bu yerda rasm qalamini oldin belgilash degan bir nuqta turibdi. Men buni chekkan chog'imda ismni qo'yamsan dedi. Ha bo'ladi deb qo'ydim. Men buni qolgan bir ism qo'ysam bo'ldi. Masalan,
Ben mesela bir isim koydum. Koyup koygandan keyin endi nima bo'ldi degan chaqda bu yangilik his qilamiz. Ben yanıla resim kalemi kuralı kelip turup, keyin tegilik masalan rengini men sal qarg'amaydiroq belgilab qo'yib turay. Andan keyin yangi batdan birini qurib turib, hozir men bo'yoqninki, yana rasm qalamininki o'ng tarafini chekdim, yoki bo'lmasa ustidan bevos cheksam bo'ldi. Chekib qaramda hozir burkutning shaklining paydo bo'lganligini his qilaysiz. Hem bunun şeklini qilib bo'lgandan keyin qarasangiz, bu shakl bo'ldi. Men yangidan bir batga buni qo'ydim, qo'ygan chig'imda bu holat shakllandi. Hemen buna rengini o'zgartirib, masalan, butunlay qizil holatda shakllantirsam bo'ldi. Masalan, men qilib bo'lgandan keyin buni cho'ng kichik pek cho'ng qilib degan bo'lsam, kichiklatdim. Pek kichik ketgan bo'lsa, sal muvofiq tanishib bo'lgandan keyin men masalan, yiroq ushlayotgan bir burkutning holatini paylansam bo'ldi. Bundan boshqa masalan, bu peynimi shunda o'xshashlar. Men bu peynimi shunda xatirib olsam bo'ldi. Tanlab olgandan keyin, men kontrol bilan mashina tanlagandan keyin yana o'xshashli texnologiyadan yangidan qurish. Qurib bo'lgandan keyin pay deb qolgan bir ism qo'ydim, qo'yib bo'lgandan keyin chekib belgilab bo'lgandan keyin men endi men ujrit turib, o'sha holatga yangidan bir yangi batdan birini qurib, shu holatni bo'yagan bo'lsam bo'laverdi. Masalan, o'ng chekdim, rasm qalamini chekib, o'ng tarafni isib, sen payola o'tib bo'pti. Men bundan keyin bevos cheksam bo'laverdi. Uning cho'ng kichikligini tanishsam bo'ladi. O'sha orqali nurg'un paylarni siz tez suratda foydalana olasiz degan. Ondan keyin, masalan, men bu holatni payolni tanlab bo'lgandan keyin, men bu yerda saqlayman deganga belgisi bor. Masalan, men saqlamsa dedim. Saqlayman deb buni chekib bo'lgandan keyin nega saqlaydiganligini ismini yozib berib, masalan, bir kut bo'lgan bo'lsa, bir kut qolgan bir ismini qo'yib, o'sha holatga payda saqlayib deb qilsangiz, keyin boshqa kompyuterga o'tkazilgan chig'imizmi, mashina bevosita qachlash orqali, ya'ni o'xshashlar shu unumga erisha olasiz degan gap. Endi bu narsalarni ko'rib bo'lgandan keyin yana boshqalar o'taylik, boshqalar o'tib bo'lgandan keyin men endi bo'yoq bor. Bu holatlarni har holda bo'ldi dedik, lekin buningdan ko'p holat yetkaziladi degan chaqda bo'ladi. Uning yendiki men bu kuni bezib boqay. Qasoz bu yerda bu xitlar paydo bo'ldi. Va yoki bo'lmasa ko'znakning ichidagi shu rasm qalami, ya'ni F5 ni besarkancha o'xshash holat paydo bo'ldi. Bu qarasangiz nurg'un narsalar turibdi. Biz boyqa shakllarni ko'rdik. Undan boshqa buning sol tarafida nurg'un nuqtalarning borligini ko'ra oldik. Nima degan chaqda o'xshamagan narsalarni tanishlash orqali siz buni texnik yangilik erisha olasiz. Masalan, men yangi batdan birini qurdim. Undan keyin men bevosita, hozir men bu holatni chekib qo'ygandan keyin bo'lat kerak. Bu intayin cho'ng chiqibdi. Men buni kichiltay. Ammo sharatda taxminan bo'ladi ekan deganlar tekshirib bo'lgandan keyin yana men bu ko'zdan ichib turib yoki bevos ma'no bossam bo'ladi. Qargancha bu nima degan chaqda buning parametrlarini o'zingiz qiziqsangiz bir-birlab ishlab boqsangiz bo'ldi. Masalan, men hozir bir tutash holati. Men buni hozir o'ng so'l oraliqni kengaytirish orqali bu chambarninki o'zgarayotganini his qilaysiz. Men endi bu yerga birini qo'ysam hech qanday o'zgarish yo'q, lekin uda sizgan chig'imda bu oraliqninki uzuk holat chiqayotganligini his qilaysiz. Bu orqali biz nurg'un eng unumlarga erishamiz. Endi buni masalan, qatliqlik darajasini bu yerdan tanisha olasiz. Lekin qarasangiz buni yangi bir shakldan paydo bo'lganligini his qildik degan gap. O'sha orqali siz o'zingiz xohlagan shakllarni davomli siza olasiz degan gap. Undan boshqa ba'zi holatlarni qarab boqsak bo'ldi. Masalan, shakli deydi. Buning shakli qanday bo'ladi? Ham bu yerga qarasangiz biz diqqat qilgan bir nuqta bor. Bu shakllarni masalan, men muvofiq darajada tanishib bo'lgandan keyin men yo'linishini unutib qoldik. Yo'linishlarni orqali shakllarni o'zgartirib bo'ladi shaklini. Masalan, men bu yerda shakliningki birinchisi cho'ng kichikligi, titrashning cho'ng kichikligi deydi. Masalan, inchikdan cho'ng, endi inchga degandek. Ondan keyin buning turlarini aniqlab cho'ng kichiklikni tanishlaysiz. Mush orqali butunlay o'zgarsak bo'ldi. Masalan, bu yerda hozir qalamning besimi deydi. Endi siz bu qalamning besimi degan chaqda bevosita Photoshop orqali o'zgartirmaysiz. Agar sizningki sirtdan rasm chizish asboblaringiz bo'lsa, kompyuterga ulash orqali Photoshopga rasm chizib kirgan bo'lsangiz, qolgan iqtidorlar ishlatsangiz bo'ladi. Agar bo'lmasa vaqtincha buni o'chirib tursangiz bo'ladi. Agar sizning kompyuteringizda boshqa iqtidorlari bo'lmagan bo'lsa, masalan, bu yer bo'lmagan bo'lsa, undash belgisi chiqib qoladi degan.
Buni o'chirtirdik. Undan keyin buning shaklini tanishlaymiz. Undan boshqa taqilish deydi. Masalan, yana kengaytirish orqali bularning orliqlarini, quyuqligini, sonini belgilaysiz. Masalan, 2 nuqta qarab turib, shu kengayib taqalsinmi yoki 1 nuqta bo'lsinmi, mushlar orqali o'zingiz xohlaganini yetalaysiz degan gap. Ammo holatdan ostidagi holat yurgan chog'da buning ayrim ko'zni ko'rinmaydi. Masalan, men bo'lgan chog'da uning qalamqon shaklining borligini qo'sha olayman yoki bu shakliningki bir xil namxush holat akila olayman, yangidan qurish deydi yoki siyliq sipoyat bilamdi. Qaysi holati bo'lsa o'zingiz tanishsangiz bo'ladi. Mush orqali siz bularni bilalaysiz. Undan boshqa bu yer orqali biz oldin ko'rish holati yetalaymiz degan gap. Masalan, men bu yerdan bu shakllarningki qolgan bir shaklningki oldin ko'rish holati, o'sha orqali siz mushning sizilgandagi holatini biz bilalaymiz. Masalan, ba'zi qo'limda bo'lib qoldi, baydidoq biz agar XP bo'lgan bo'lsa ko'rindi. Agar ko'rinishni o'chirib o'tmasangiz, buni besvasangiz ko'zni ichvasangiz bo'laveradi degan gap. Yoki bu yerdan foydalanib turib, o'zingiz xohlagan ba'zi nuqtalarni ishlatadiganlaringizni ap qilib ishlatmaydiganlaringizni yuvasangiz bo'ladi. Masalan, men bu yerdan buni o'chirib o'tmoqchi bo'lsam, yuvasizlar o'chirish degani biz o'chirib o'tsam bo'laveradi degan gap. O'zingiz ixtiyor tanishalaysiz. Bu ixtiyorlarni bir-birini ishlatgan chog'imizda o'xshamgan unumga erishalaydi. Masalan, biz bu yerda bir misol olaylik. Men oddiy bir ishlab boqaylik. Biz bu yerda bir qayg'iyotgan holatni akilaylik. Biz qanday akilimiz degan chog'da men buni boshda cho'ng kishilikni muvofiq darajada tanishay, qonun cho'ng kishilikni muvofiq yangi batdan birini qurib olib, tanishib bo'lgandan keyin men mush qura orqali men buning doirasini belgilayman. Bu uzuk holatda bo'lsin. Orliqlari kengayib bo'lsin. Undan boshqa buning shakllari qanday bo'lsin? Shakllari masalan, ba'zilari qarasangiz bo'ladi, yumaloq, ba'zilari yopiq holatda. Mushlarni tanishsangiz bo'ladi. Undan boshqa bular erkin taqalsin. Har taraf qarab, qism buning sonini muvofiq darajada azaytaylik. Azaytib, tabiiy holatga kelgandan keyin, undan keyin men bu yerdan musholatni sizay. Men bo'lgandan keyin buning cho'ngishligini muvofiq darajada cho'ngaytib, endi men shu yangi bat qurib oldim. Qurib olgandan keyin men buni cho'qim qonun bilan qilishim kerak. Buni qilish uchun men bu yerda qonun shaklini kelib musholatdan yangiyotgan holatlarni ekanmoqchi. Mesela akab bo'ldim taxminan qayg'iyotgan holatlarni akab bo'lgandan keyin men bu yerdan filtrdan foydalanib bularni atroq remote qilsak bo'ldi. Masalan, bu yerdan quvvalashtirishning ichida harakatchan quvvalashtirish degan chekdik. Chekkandan keyin ma'lum darajada o'zgarish bo'ldi. Siz buning cho'ngishligini o'zingiz tanishsangiz bo'ldi. Bek quvvatlasangiz bo'lmaydi, bek tutuqlasangiz bo'lmaydi. Normal qilib qo'ygandan keyin buningki yana suzuk darajasini muvofiq darajada tanishayotgan chog'imizda xuddi bu rasmda bir qayg'iyotgandek bir shakllar paydo bo'ldi. Bu nima degan chog'da shu rasm qalam qurol orqali har xil o'xshamagan unumlarga tez surat erishishning ba'zi bir yo'llari